Qarang. 3 kundan beri kvartplatdan to'lov qila olmayapman. Mening uyim billing tizimini yuklab oling oson-ku. Unda to'lov qilsa bo'ladimi? Nafaqat to'lov qilsa bo'ladi, barcha jarayonlarni kuzatib tursangiz bo'ladi domengiz bo'yicha. Rahmat. Mening uyim mobil ilovasidan foydalanish uchun dastavval ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Buning uchun shaxsiy identifikatsiya raqamingiz va telefon raqamingizni kiritishingiz kerak. Sizga SMS xabarnoma keladi. Uni tasdiqlaysiz va tizimga kirish uchun login va parolga ega bo'lasiz. Endi to'lov qildim, pullarim qayerga ketyapti deb o'ylab o'tirishga hojat yo'q. Mening uyim mobil ilovasi orqali barcha to'lovlaringizni ochiq, oydin ko'rib borasiz. Qancha to'ladingiz, qancha qarzingiz bor, hammasi ochiq, oydin. Qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlarni hatto yuklab olishingiz ham mumkin. Qulay tomoni gaz, suv, elektr energiyasi chiqindi. Barcha kommunal to'lovlarni bir joyning o'zida amalga oshirish imkoniyati mavjud. Ilova orqali sizga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv organiga murojaat qoldirsangiz bo'ladi va siz ushbu murojaat qay tarzda hal bo'layotganini kuzatib borasiz. Yakunida ish sifatini baholaysiz. Bu esa bevosita boshqaruv organi reytingiga ta'sir qiladi. Endilikda umumiy yig'ilishlar ham onlayn formatda. Face ID orqali ishtirokchilar tasdiqlanadi, qarorlar esa QR kod bilan rasmiylashtiriladi. Mening uyim billing tizimining mobil versiyalarini Play Market hamda App Store platformalaridan hoziroq yuklab oling.